أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtashlar va alqishlar olamlarning Rabbi Allohga bo'lsin. G'alaba, muvaffaqiyatlar, yaxshi oqibatlarning hammasi hushyorlarga bo'lsin. Salat va salam, qo'llash va desteklar Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomga, uning ahli baytiga, uning sahobalariga va qiyomatgacha uning yo'lida mangan yo'ldoshlarga bo'lsin. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugungi suhbatimiz yana hal qilishning hikmati 3 qismi. Tülgün hecning ruknlari deb 2 ruknni kirgan, 2 rukn tavob degan to'q. Shu tavobdan davom qilamiz. Tavob nima demakdi? Ana iqimga qatilish degan to'qqi. Ana iqim, qaysi iqim bu? Ana iqim shu Adem alayhissalomdan ta Muhammad alayhissalomga kelguncha islom qahramonlarining tutib mangan yo'lini ana iqim deymiz. Adem alayhissalomdan Muhammad alayhissalomga qadar Allah necha payg'ambar evatgan bo'lsa, necha islom qahramonlari chiqargan bo'lsa, Adem alayhissalomning avlodidan shu islom qahramonlarining, Allah do'stlarining, haq do'stlarining tutib mangan yo'lini ana iqim deymiz. Bu yo'lda tutib manganlarning ichida Allohga eng yarg'ini İbrahim alayhissalom bo'lg'achqa, Allah bu ana iqimni İbrahim alayhissalomning millati deb atadi. Biz hej qilib tavobga kirgandan keyin Hajrul Aswaddan labbayk Allohumma labbayk deb tavobni boshlagandan keyin nima degan bo'ladi? Ey Alloh, Adem alayhissalomdan Muhammad alayhissalom qadar ta qiyomatga qadar islom qahramonlari nima ish qilgan bo'lsa, bu qahramonlar qanday qilib seni rozi qilgan bo'lsa, men shu safga kirdim. Men shu birinchi nomerli qahramonlarning qatorisiga kirdim. Men umrimning oxirigacha seni rozi qilish uchun İbrahim alayhissalomdek ishlayman sening rizoligingni deb İbrahim alayhissalomning millatiga kirganni ana iqimiga kirish deymiz. Endi qarindoshlar, bu hejninki yana 3-ruknisi va Safa Marva o'tirisida sa'i qilish deydigan 4-ruknisi va anaqdagi arfida vaqfida turish deb. Bu ruknlarning hammasi shu İbrahim alayhissalom bilan munosabatlik. İbrahim alayhissalomni tushunsak, Alloh bizga o'rnak qilib İbrahim alayhissalomni chiqarib berdi-ku. İbrahim alayhissalomni tushunsak, shu ana iqimni tushungan bo'lamiz. İbrahim alayhissalom shunday payg'ambarki, Allah Muhammad alayhissalomga buyruq qilganlik Sura An'amning 161 va 162 oyatlarida. Muhammad alayhissalom buyruq qilganlik: "Qul innani hadani robbi ila siratim mustaqim." Ey Muhammad alayhissalom, sen ummatingga shunda degan. Bu dunyoda shunday bir haqiqat borki, Allah meni Qul innani hadani robbi, mening Rabbim menga hidoyat berdi. Ila siratim mustaqim hidoyat berdi. Siratim mustaqim degan Allohning rizosiga opiradigan eng to'g'ri yo'l. İnsaniyatni jannatga opiradigan eng qisqa, eng tuz, eng to'g'ri yo'lni siratim mustaqim deydi. Bu Qur'on bergan bir ism. Allah mening Rabbim sirat-ı mustaqimga hidoyat berdi der insonlarga. U sirat-ı mustaqim nima? Dinin, qiyaman. Shundoq bir dinki qimmatlar sistemasi, to'g'ri qimmatlar sistemasi bo'lgan din. Ya'ni bütün to'g'rilarning hammasi bir araya kelib sistemalashgan bir din. Bu to'g'rilar qaysi to'g'rilar? Allah'ın yol yoruqu bilen, Allah'ın yol ko'rsatishi bilen
ve İslam kahramanları bo'lgan payg'ambarlarning jafo chekishi, ijro qilishi, umrini, hayotini atishi bilan o'ttirg'i chiqqan bir ana iqim yo'li. Dinin qiyaman degan to'g'rilar va to'g'ri qimmat qarashlarning mujassamlashgan bir to'g'ri yo'lni dinin qiyaman deydi. Sirat-ı mustaqim dinin qiyaman shu. Texmi Allah texmi ochiqlab nima deydi? Dinin qiyamatdan qiyaman millati İbrahim. Bu to'g'ri qimmatlarning sistemalaşgan merkezi İbrahim Aleyhisselam'ның millati. Yani Allah bana to'g'ri dinga İbrahim Aleyhisselam'ның millati bulashqa Allah bana hidayet qildi deb Muhammed Aleyhisselam'a buyruq qiladi. Bu yerda qarindoshlar, din, qiyam, sirat-ı mustaqim, millat o'xshash ma'noda Allah tarafidan tushuntiriladi. Millat degandan keyin millat islom dini shu, millat İbrahim Aleyhisselam elib kelgan ana iqim shu. Bu bek yo'q uyg'un ulug' narsa millat. Shuning uchun hejga borganlar İbrahim Aleyhisselamning shu millati ana iqimga kiralish uchun tavob qiladi. Tavob qilish orqali butun tarixdagi qahramonlarning qatorisiga kiradi. Ham shu yildagi, ya'ni bu yildagi bugungi hojilar qatorisiga kiradi. Mush millionlagan hojilar Allah'ning askari sifatida, muxlis askarlar sifatida shu payg'ambarlarning qatoridan yer olamizmi-ki, shularning safidan yer ola olamizmi-ki deb shu safga kiradi. Anadaykin la şerike lehu kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Yani Muhammed Aleyhisselam şunda deydi. Ey Muhammed Aleyhisselam, sen şu İbrahim Aleyhisselam'ın milleti kirge vaxtında yana şundaq da. İbrahim Aleyhisselam'ın milleti kirge adam şundaq deyiş gerek. Minin kul inna salati, minin namaz ve bütün manevi vazifelerim ve desteklerim. Salati degan bütün manevi namazmı şunun içinde manevi destek. Maddi destek salati ve nusuki ve mening bergen qurbanlıklarım. Bu dünyada qurban berishga keldik-ku, o'zimizni isbotlash uchun, o'zimizning sadoqatmanligini isbotlash uchun qurban berishga keldik. Mening qurbanlıklarım ve mahyaya ve mening hayotim, yashashim ve mamati mening ölümüm lillahi rabbil alamin, alemlarning Rabbi bo'lgan Allohga bo'lsin deb e'lon qil deydi. Bu İbrahim Aleyhisselam'ның millatiga kirgan bir insonning e'lon qiladigan bir e'loni. Hajga borgan odam, tavob qilgan odam İbrahim Aleyhisselam'ның ana iqimi millatiga kirgan odam nima deb e'lon qiladi? Ey xaloyiq, ey Allah guvoh bo'lgunki, mening hozirdan tortib bütün qo'limdan keladigan desteklar, qo'llashlarning hammasi ve bu haq yo'lda beshimga keladigan qurbonliklarning hammasi, bedellarning hammasi ve mening yashash maqsadim ve o'lish maqsadimning hammasi olamlarning Rabbi Allah'ni rozi qilish uchun bo'ladi deb e'lon qilganlik bo'ladi. Buni Muhammed Aleyhisselam'a buyuryapti. Muhammed Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a ergishishga buyurilyapti. La şerike lehu ve bidalike umirtu ve ana evvelul muslimin. Rabbul aleminning hech qanday sherigi yo'q. Men mushundaq aqida qilishga, mushundaq e'lon qilishga amr qilindim ve ana evvelul muslimin. Men musulmonlarning birinchi darajadagi men deydi. Ya'ni İbrahim Aleyhisselam'ning millatiga kirgan bu toifa birinchi numurliq musulmon Allohning dargohida. Chunki evvelul muslimin bo'lishga tirishimiz shu yerga borgan vaqtimizda. Endi qarindoshlar, İbrahim Aleyhisselam'ni endi tushunish uchun İbrahim Aleyhisselam'ның hayotini bir az qarab baqaylik. İbrahim Aleyhisselam'ның hayotini qarab baqaylik. Chunki hozir biz o'tmoqchi bo'lgan hajning 3-rukni va 4-ruknlari İbrahim Aleyhisselam bilan munosabatli. İbrahim Aleyhisselam'ның bütün insaniyetke,
Hatta Muhammed Aleyhisselam'a örnek bulalışıdaki sır yanıla İbrahim Aleyhisselam'daki kurbanlık ruhida. İbrahim Aleyhisselam bütün ömrüde kurbanlık berip lam öttü. Bedel tüylep lam ötken bir peygamber Allah'ın razı kılımın dedi. Allah İbrahim Aleyhisselam'ın en ağır sınaklar bilen sınadı. İbrahim Aleyhisselam bu sınaklarının hemmesinden kurban beriş arkalık, bedel tüyleş arkalık öttü, imtihanını ötep ketdi, galibi kıldı. Allah'ın dostuğa aylanıp muradığı yetti. İbrahim Aleyhisselam kurban beriş arkalık Mekke'ni ihya kıldı. Qanday ihya kıldı? Bunun dinkin kelimiz ailesini Mekke'ye apırıp koyaş arkalık. Bir küçük balı bilen bir yaş ayalını Mekke'ye apırıp yerleştiriş arkalık Mekke'ni ihya kıldı. Evlatlar için ulug' bir vatanga aylandı o de. Kurban beriş arkalık Kabe'ni bina kıldı. Neticede insaniyetinin Kabe'siga aylandı. İbrahim Aleyhisselam yaş çağda aqide imtihanı ilindi. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı qaravatımız go, yaş kichik balı çağda. Velemma belaga ve lekad ateyna İbrahim'e rüşdehu min qablu. İbrahim baştılam biz rüşdini berip etkendik deydi. Yani aklını kichik vaqtlılam aqıllı kılıp yaratkandik. Aklını berip etkendik. Bütün kainatını tadqiq qilish orqali insonlar cho'qinadigan butlarga cho'qinmasdan kainatning yaratuvchisi Allohni tunib chiqadi. Kichik chag'ada. Kichik chag'ada ayni tadqiq qildi, kunni tadqiq qildi, yulduzlarni tadqiq qildi. Eng oxirisida hammasi ettigini chiqib, oqshom chirib, ettigini chiqib, oqshom chirib qilgandan keyin İbrahim alayhisalom yaratmay, olamlarning Rabbi bunda bo'lmaydi. Bunda g'oyib bo'lib ketgan vijdon bor, vijdon yo'q bo'lmaydi. Davomli bo'lish kerak deb kainatni tadqiq qilish orqali Allohni tunib chiqadi. Neticede öz dadısı, özünün tuqqanlari, öz milleti onunğa qarşı chiqdi. Kichik balaga yo'g'on bir millat qarşı chiqadi. Yani şu çağdaki insanlar Azerbaycan'da. Şu çağın zalimleri İbrahim Aleyhisselam'ın sağlam aqidesiga qarşı chiqib, İbrahim Aleyhisselam'ı o'tqa tashlab ko'ydirib o'ltirish qaroriga keldi. Yani dinsizlar, yani Müslüman bo'lmaganlar shunday zalim keldi-ki, kichik balını mı o'tqa tashlab o'ltiradigan darajada zalim keldi qarindoshlar. İbrahim Aleyhisselam aqidasidan qaytmadi. Hayotini qurban berib o'tqa tashlanishga rozi bo'ldi. Bu qurbonlik Allohga yarag'achqa o'tqa ko'ydirmaslikka buyruq qilib, İbrahim Aleyhisselamni qutqizib qoldi. Bu mo'jizani kelgan zolimlar yana to'g'rini qabul qilmay İbrahim Aleyhisselamga tahdid qilishni davomlashtirdi. Bu tahdid tufaylidan İbrahim Aleyhisselam ota-onasini, tuqqanlarini, tug'ilib o'sgan yurtini tark etib hijrat qilishga majbur bo'ldi kichik yoshida. İbrahim Aleyhisselam kichik bo'lg'achqa ayna tag'isi Lut Aleyhisselam billa hijrat qilishga chiqdi. Bu Lut Aleyhisselam boshqa bir yurtda. İbrahim Aleyhisselam kichik bo'lg'achqa İbrahim Aleyhisselam kichik vaqtida men inni zahibun ila robbi sayahdin deb yo'lga chiqqachqa Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselamga iymon etib tuqqan bo'lg'achqa birga yo'lga chiqdi. İbrahim Aleyhisselam yana qurban berdi. Yosh chog'ida yurtni tark etdi, muhojirat hayotini boshlab etdi. İbrahim Aleyhisselam chet elda to'y qildi. Sara onamiz bilan chet elda to'y qildi. Hayotini yana Alloh rizosi uchun atadi. Tapqan taginini Alloh rizosi uchun xalqqa yegizib, insonlarni Alloh yo'liga da'vat qildi. Qarindoshlar, biz mi chet elga chiqib baqdik? Chet elga chiqib o'z dardimizga tushib ketdik-ku, o'z qo'sqimizni baqimizda. İbrahim Aleyhisselam chet elga chiqibmi, chet elda to'y qilib, yani bütün etgan targinning hammasini yani o'z xalqiga yegizish orqali Allohga da'vat qildi. İbrahim Aleyhisselam nihoyat shafqatli, mehribon ota edi. İbrahim degan kelimenin ma'nosi mi? Suriyoniychada mehribon shafqatli ota degan ma'noda. İbrahim Aleyhisselam ismi jismiga loyiq bir mehribon ota edi. Ammo yashi u qadar cho'ng'ishiga qaramay farzand sahibi bo'lmagan edi. Yani dadılık mehri şefkati yüz tulup teşekkürlik ama Allah farzand beriglik emas. İbrahim Aleyhisselam yaş çağda, o'ttir yaş çağda ta qirg'ich farzand beriglik emas. Farzand uchun yuragi puchilnatdi. Farzand uchun Allohga duo qilib yolviratdi.
ahir sebep qilib beqish uchun ayoli Saraning tashabbusi bilan Hajar ismli bir qiz bilan to'y qildi. Bunda bulashning sababi qarindoshlar. İbrahim Aleyhisselam'ın mehri şefqatli dadi ekanligini Sara anamiz biladi. Bola chaqiliq bo'lishni davomli duo qiladi. Oxirisi bola chaqisi bo'lmay qarib ketgan vaqtida Sara anamiz İbrahim Aleyhisselamga chidab bo'lolmay, yurib chidamay. O'zining qo'lida ishlayotgan bir dedek qiz var. Hajar anamiz deydigan. Shu Hajarni yosh qiz bo'lgandan keyin bo'ldi, men tug'masi bo'lgandan keyin men yosh qiz bilan o'ylantirib qo'ysam, balası olsa İbrahim'ninki bir bala arzusu qansa degan arzu bilan İbrahim Aleyhisselam'ni bek yaxshi ko'rgachga, yaxshi ko'rganlikdan Hajar bilan o'ylantirib qo'ydi. Tashabbus qilib, "Ya İbrahim, sen buning bilan o'ylan" deb. Allah Teala bu Hajar anamizdan İsmail ismli bir farzand, o'g'il farzand ato qildi. İbrahim Aleyhisselam bu farzandni ko'rgandan keyin xushalligidan qo'lidagi hamma narsani qurbon qilib taqatdi, tabrikladi. Bolasini tabrikladi. Baxo'sh bo'ldi. Dal mushunda kunlarning birida Alloh İbrahim Aleyhisselamni yana bir qatim sinadi. Ve yana ayoli Hajar, bu chaqda İbrahim Aleyhisselam Hajarga aşık. Hajar İbrahim Aleyhisselamga aşık. Shunda cheksiz bir muhabbet var qarindoshlar. Aşık məşuq. Suyumlik oğlu İsmail Aleyhisselam'ni məşuqı Hajar anamizni Mekküçülüğü taşlayıp etib kelishga buyurdu. Allah dedi ki, sen yana oğlunu, ayalını Mekke'ye apırıp koyup gelirsen, bu da aşağıda yaşaydı dedi. Yani suyumlik ailesini kurban kılışga buyurdu Allah. İbrahim Aleyhisselam bu imtihanın qanchalik eg'ir ekanligiga qaramay, Allah'a ishongachga, Allah'a tavakkul qilib, ailesini Mekküçülüğe apırıp tashlab qo'ydi. Qarindoshlar. İbrahim Aleyhisselam bildi ki Allah bakadan bakaga buyurmaydı. Allah'ın imtihan qilayotganini bildi. Ama o'ylab baqinglar. Bir yosh ayol, u ayolga aşık, yangi tug'ilgan balasi var. Yaşı 85 etrafida, 90 etrafida bir qarigan adam. Bu balalarni, bu o'zining ma'shuqi bo'lgan ayolini u cho'lga apirib tashlab qo'yish imtihan ekanligini biladi, ama bir insonning yuragi ko'tarilmagidek darajadagi og'ir bir imtihan bu. İbrahim Aleyhisselam bu ahvolni ayoliga tushundirgidek hech qanday bir ma'lumotga ega emas edi. Allah buyurg'achqa shunday qilyotdi. İbrahim Aleyhisselam suyumlik ailesini Mekküçülüğü tashlab qo'yib, qaytayotgan chaqda ayoli Hajar shu vaqt gap qilishmagan. Chunki bu musibatning og'irligidan İbrahim Aleyhisselamga bir narsa deyanmagan, Hajar anamizga bir narsa deyanmagan. Zali İsmail Aleyhisselam zaten bu vaqt gap qilmaydi. Gap qilishmay mangan. Allah'ning buyrug'i bo'lgandikin deb teslimiyat ichida mangandi. İbrahim Aleyhisselam tashlab qaytayotgan vaqtida Hajar anamiz İbrahim deb chaqirdi. İbrahim Aleyhisselam cevap vermeydi. To'xtamay ketaverdi. Chunki İbrahim Aleyhisselamda Hajar anamizning yuziga qarag'idek jasorati yo'q. Yoki tushundirgidek bir ma'lumotim yo'q, sababim yo'q. Faqat şu Allah buyruq qildi, shuni dedi, boshqa tushundirayligidek hech qanday bir sababi yo'q. Shundaqla suyumlik o'g'li İsmail Aleyhisselamga oxirgi qatim bir qarvog'idekmi jur'ati yo'q. Chunki suyumlik bu vaqt o'g'liga qarasa, mehri shafqat tutib ketib, tashlab ketamay qolishidan va bu imtihondan o'tolmay qolishidan qo'rqatdi. Shuning uchun ne ayoliga qaraya oladi, ne o'g'liga qaraya oladi, ashunday ketib boradi. Bu nimaga o'xshaydi desa, qarindoshlar. Ba'zi vaqtda o'limdan qutqizish uchun ba'zi operatsiyalar ko'zini yumiblam, o'ylanmay turiblam, maqdevitida ishlar qildi, hayotni qo'g'dab qilish uchun. Shunga o'xshagan İbrahim Aleyhisselam faqatlam Allohning imtihonidan o'talish uchunlam mushu uslubni qo'llangan.
Hacer aleyhisselam'a qarsa, yoki o'g'liga qarab qalsa, jasorat sunup ketib, imtihonni o'tolmay qolaman deb qarayamaydi. Hech basi qaramay ketib boradi. Hacer 3 qatim İbrahim deb chaqirsimi, İbrahim aleyhisselam javob bermagachga, Hacer anamiz oxiri bizni bu cho'lga tashlab ketish sening irodangmi yoki Alloh buyurdimi deb so'radi ikkinchi yani tekrar. İbrahim aleyhisselam Allohning buyrug'i deb javob berdi va ketib qoldi. İbrahim aleyhisselam Allah rızası uchun oilasini qurbon berdi. Ammo natijada İbrahim aleyhisselam va oilasi bu imtihonni tan qozondi. Bu qurban berish natijasida Mekkachili Mekka shahriga aylandi. Allah'ın Kâbesi insaniyetga qaytadan ulashdi. Bu Adem aleyhisselam zamanında salingan dedik-ku. Keyin bu İbrahim aleyhisselam bu Kâbani qaytadan bina qildi. Endi qarindoshlar, mishaga kelgan vaqtida mana shu hajning 3-rukni Safa Marva arasida sa'i qiladigan ish mana mishada yuz berdi. İbrahim aleyhisselam Hacer aleyhisselamni o'g'li İsmail aleyhisselam bilan bu cho'lga tashlab qo'yib ketgan vaqtida bilimiz endi Saudiya Arabistonining o Mekkaning cho'li shunda qiziq, issiq. Ular akagan alqa suv bijdamda tugaydi. O suv tugab İsmail aleyhisselam yig'lab suvsizlikdan. Undan keyin Hacer onamiz balasiga suv tepish uchun Merve'de bo'la. Merve'ning to'piga chiqadi, qaraydi. Bir karvon o'tayotgan bo'lsa, bir odamni bo'lgan bo'lsa, yo bir milla bo'lgan bo'lsa, kelib suv topa olamanmikida. Merve to'piga qaragandan keyin hech kim ko'rinmaydi. Undan keyin qarasa, Safa do'ngligi bor. Uyaga yugurib, uyaga qaraydi. Balasi o'ttirisida qiliqliq, vaqirab yig'laqliq. İbrahim aleyhisselam Merve'den Safaga, Safadan Merve'ga mushunda qilib 7 qatim yugurdi. 7 qatim yugurib, eng oxirida qanday qilaman deb chorasiz o'tdaga vaqtida İsmail aleyhisselam yig'lab susizlikdan tepcheklaydi. Tepcheklagan yerdan zamzam suvi chiqib, İsmail aleyhisselamga, Hacer onamizga va butun insoniyatga hayot baxsh etadigan bir manbaga aylandi bu zamzam suvi. Qarindoshlar, bu serguzashtini bu yerda deyishimizning sababi bu hajga borgan insonlar mushu Safa Marva orasidagi sa'yini Hacer onamizning mush sa'yisini ashada qilamiz. Nima uchun? Hajning ruknisi bo'lg'achqa. Alloh buni bu Hacer onamizning qilganini hajning ruknisi qilib nima uchun bekatdi? Buningdagi hikmat nima degan vaqtda qarindoshlar. İnson chorasiz qolsa, Hacer onamizdek chorasiz qolar. İnson ojizlik tushib qolsa, Hacer onamizdek ojizlik tushib qolar. İsmail aleyhisselamdek ojizlik tushib qolar. Mushundaq bir buvoq, mushundaq bir igichaqsiz bir ayol o'zining bolasini, avlodini qutqizish uchun Safa Marva ikki tog' orasida 7 qatim yugurib, shu issiqda bolasini qutqizish uchun sa'i qilg'achqa, harakat qilg'achqa Allah Hacer onamizni o'rnak qilib, bizga o'rnak qilalik. Allah shunday deylik bizga: "Ey inson, inson ojiz bo'la, Hacerdek ojiz bo'la. Mushunda igichaqsiz, yordamsiz qolgan vaqtda Hacerdek yordamsiz qola, İsmaildek yordamsiz qola. Mana mushular shu janida, shu ojiz janida Safa Marvani yugurib sa'i qilg'achqa, qo'lidan kelganini qilg'achqa Allah yordam qilib zamzam suyini chiqarib berdi. Ularning hayotiga hayot qatdi. Bu bir o'rnak. Buningdimi tuvan, buningdimi chorasiz ahvol bo'lmaydi. Shuning uchun sizlar bu dunyoda yashagan holatinglarda qanday og'ir musibatga uchrashinglardan qat'iy nazar. Masalan, hozir musibat degan vaqtimizda Sharqiy Turkiston xalqining beshiga kelgan musibatdan og'ir bir musibat yo'q-ku. Allah bu o'rnak orqali endi bizga mishada xitob qilyapti. Ey Sharqiy Turkiston xalqi, sizlar o'zinglarni ojiz deysizlar, chorasiz deysizlar, qo'limizdan bir ish kelmaydi deysizlar. Hacerdanmi ojizmisizlar? İsmaildanmi ojizmisizlar? Bu vaqtdanmi ojizmi?
Mana mushu ikki inson, birsi buvoq, birsi yolg'iz ana, single mom. Ash jangalda, ash cho'llikda qo'lidan kelganini qilib edi. Alloh bularning qo'lidan tutdi. Zamzam chiqarib berdi. Agar sizlar ash nimadek Hazreti Hacerdek sa'iy qilsanglar sizlarmi, Alloh qulanglardan tutadi deganni masajni bergachga buni o'rnak qilib hajning 3-rukni qilib Alloh bekitgachga biz hojimni shu yerga berib nima deymiz? Labbayk Allohumma labbayk. Ey Alloh, nima amring bo'lsa mayli biz qilamiz. Biz mana shu hojirni do'rashga biz hozir. Mush hojardek ojiz bo'lib qolsaqmi, Ismoildek ojiz bo'lib qolsaqmi, bu dunyodagi bu kurashdan voz kechmaymiz. Haq ustidagi kurashdan voz kechmaymiz. Bu dunyodagi imtihondan mag'lub bo'lishni tanlamaymiz, davomli g'alaba qilishni tanlaymiz. Deb asha Hazrati Hojardek bo'lishga so'z beryapmiz qarindoshlar. Buning 3-rukni bo'lishining sababi shu. Qarindoshlar, biz ham Sharqiy Turkistondan ichidagi xalqimizni Xitoy kamplarga solib, hamma yerdan qamal qilib, medilimg'ida qilib etiglik, ularning kallasini yuvib, zaharlab, kallasini buzib etiglik deyli xalqimizni, vatanning ichidagini. Ama sırtta qarindoshlar biz milyonlarcha inson bor. Erkek davatkan erkek insanlar bor. O'zimizni mujohid davatkan, Alloh rizosi uchun atadim davatkan, Allohni rozi qilmasak bo'lmaydi davatkan minglarcha, milyonlarcha inson bor. Shunda turg'uluq bel qo'yiversak, ha bizning hamda kuchimiz yetmaydi. Xitoy vatanni besibetdi, uni qildi, buni qildi, endi buni tugashganimiz şu desek qarindoshlar, biz İbrahim Aleyhisselam'ның milleti buluş, milletden çıkıp kalımız. Muhammed Aleyhisselam'ның ümmeti buluş, ümmetlikten çıkıp kalımız. İnsanlıktan çıkıp kalımız. Ahlaktan çıkıp kalımız. İslam'dan çıkıp kalımız qarindoshlar. Çünkü şunçala erkek, şunçala nüfusluq insanlık turuluq bir Hacer Aleyhisselam'dık bulamısak, insanlıktan çıkıp kalımız qarindoshlar. Allah Kur'an'da ne deydi o? Elem tera ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun hadaral mevt. Qaramam say bendem. Ma ülemden qo'rqib, yurtidan qochgandan minglarcha insonni qaramam say. Yeryüzüde urush ulavtudu, ulavtudu, bulavtudu düşman kuchliq deb ülemden qo'rqib, yurtini tashlab qochgan minglarcha insonga qaramam say. Bu insanlar ölümden korkup yurtuna taşlagaçka faqala lahumullahu mutu. Ular için Allah ölanglar dedi. Ey ölgürle ölüşemdi. Vatenden ölümden korkup kaçıştın. Emdi chet elga chiqib ölüşe chet elde. İnkılap qilmay ölüşe. Baka yetip ölüşe deb Allah ularga mutu dedi. Ölanglar dedi. Ölanglar deb bo'lgandan keyin o millet nim boludu Allah ülenva degandan keyin o'lidi. O'lgan millat nim boludu? Shunchalar zulm bo'lsa-mu, shunchalar eg'ir kun kelsa-mu, hech nima qilolmaydigan bo'ladi, qilmaydigan holga keladi. Biz hech nima qilolmaymiz, qo'limizdan bir ish kelmaydi, u kelmaydi, bu kelmaydi deb taptek yotadigan bo'ladi. Yotgandan keyin Allah bu insonlarga qarab, bu insonlarning oqibatining xatarligini bilgandan keyin bu dünyada taptek etip ölgen, harlıkta ölgen milletinin ahirette cehennemge kirdiğanlığını Allah bilgeçke. Biz gaflet işi de bula biz bilmegen bilen Allah bilgeçke, yani Allah'ın işi ağırıp nemi kılıdı? Sümme ahyahum. Bir zaman ötkendikin Allah ularını tırıldırıp koydu deydi. Yani Allah tırıldırdı. Kanda tırıldırdı. Muşundak hec zamanlarına ekiliş arkalık, Kur'an tebliğleri arkalık, sünnet tebliğleri arkalık, hakikatini düşündürdiğin insanların oturgu çıkırış arkalık, yani Allah o milletke merhamet kılgan milletke, ümmetke Allah yani tırıldırıp koydu. İnnallâhe lâzu fadlın alennâs. Çünkü Allah insaniyet üstüde bekçik fazla kerem sahibidir. Çünkü Allah fazla kerem sahibi boğaçka insaniyetki işe ağırıp hoşunda kılıdı deydi qarindoshlar. Şunun için biz şu hazır Arif günü haremge bağın qarindoshlar hazır belki sapa Merve'de emas Arafat bo'lgan bo'lishinglar mumkin.
Safa Merve'nin ruknu buluşunun sebebi şu qarindoshlar. Safa Merve'ni sa'i qilayotgan vaqtimizda Allah'a söz vergen bo'lamiz. İbrahim Aleyhisselam'ın milletini bulashqa, shu qahramonlar karvoniga qatnashganligimizni söz vergen bo'lamiz. Shu söz bergan paytimizda qaytaylik, shu niyat bilan qaytaylik, shu niyat bilan duo qilaylik qarindoshlar. Bugun 3-chi nuqtani so'zlash orqali vaqt bijaga berib qolibdi qarindoshlar. Yana 4-chi nuqtani yana keyinroq qilamiz. Hozircha hammanglarni Allohga topshirdim. Qarindoshlar, mushu Arafat kuni, Arafat sizlar duo qilinglar qarindoshlar. Hammamiz duo qilaylik. O'zimizning shaxsiyatimiz uchun duo qilaylik. Tirilishimiz uchun duo qilaylik. Uyg'onishimiz uchun duo qilaylik. Xalqimizga, millatimizga duo qilaylik qarindoshlar. Muhammad Aleyhisselam'ning ummatiga duo qilaylik. İbrahim Aleyhisselam'ның milletinin qayta tirilishga duo qilaylik qarindoshlar. Allah hemmimizden dualarımızı icabet kılsın, kılgan emellerimizni kabul kılsın. Yaşayan müddetçe İslamiyet'ten ülüdüğün çağımızda tövbe ve imandan ayrılmasın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.